Egiz homiladorlik masalasida Directumga har kuni bir qancha murojaatlar tushadi. Egiz homiladorlikka reja qilish uchun navbatdagi videoimni tomosha qiling. Egiz homiladorlikka reja qilayotganimizda birinchi navbatda biz organizmdagi kerakli gormonlarni va yallig'lanish elementlarini tekshirib olamiz. Chunki organizmda gormonlar faoliyati me'yorida bo'lsa, tuxumdonlar bizga yana ham ko'proq dominant follikulani yetkazib beradi. Ikkinchi o'rinda bilasizlar, O'zbekistonda hozirgi paytda butun davlatdan kelayotgan bir qancha preparatlar bor. Ularning tarkibida shunaqangi preparatlar borki, bitta dominant follikulani o'rniga bir qancha follikula o'stirish imkoniyati bor. Biz ushbu preparatlardan foydalanib, ko'proq follikula yetishtiramiz. Uchinchi o'rinda ultratovush tekshiruvi orqali o'sib kelayotgan dominant follikulalarimizni kuzatamiz. O'z hajmiga yetgan follikulamizni kerakli paytda preparatlar yordamida ovulyatsiya bo'lishiga yordam beramiz. Va eng asosiysi, yuqorida aytib o'tgan programmamni siz hech qachon o'zboshimchalik va ko'r-ko'rona amalga oshirmang. Chunki bittagina noto'g'ri xatti-harakat bilan siz tuxumdoningizni ayrilib qolishingiz mumkin.